Hali yoz bo'lmasdan turib 105 ga, 104 ga chiqib ketgan Onyx avtomobilini qabul qilganmiz. Bunda bo'lgan muammosi temperatura bo'yicha muammo qilib kelgan. Avtomobilimizni kompyuterda tekshirgan vaqtimizda termostatlar muammo qilyapti. Termostat muammo qilyapti dedik, klientimiz bizaga termostatni ko'rsatdilar. O'zlari termostat almashtirtirganlar, 500 ming so'mga rasxod qilganlar. 500 ming so'mdan ziyod rasxod bo'lgan taqdirda ham, lekin hech qanday mashinada o'zgarish bo'lmagan. Mana grafiklarni ko'ringlar, 109 gacha chiqib ketgan. Temperatura masalasi bo'yicha avtomobilga kompyuter bilan diagnoz qo'ydik. Hurmatli Onyx Tracker haydaydigan shopir akalar, sizlarga maslahat, iloji boricha mashinani gradus ko'tarilib ketma, avvalambor birinchi o'rinda diagnostikaga soldirib, diagnoz qo'ydiringlar. Bo'lmasa hamda termostat qo'yganda ham hech qanday foyda bo'lmaydi. Bekorga rasxod bo'ladi. Yana shofirlarimizga tekin bir maslahat, Onyx Tracker avtomobillarida qaysi tur pozitsiyalarda gradus ko'rsatmaydi, lekin gradus ko'rsatadigan pozitsiyalarda iloji boricha yozgi kunlariga temperatura qismiga o'tkazib haydashlarini tavsiya beramiz. Temperatura qismiga o'tkazib haydagandan keyin 98 gradusga chiqadi, 98 dan pastga qarab qaytish kerak. Agar 98 dan yuqori bo'ldimi, demak temperatura qismida muammo bo'lgan bo'ladi. Mana shunday maslahatlar bo'yicha yoki diagnostika qo'yish masalalari bo'yicha bemalol Jizzax Avtomasterga pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, ishlaring har doimgidek sifatli, shu bilan birgalikda garantiyali qilib bitkazib beramiz.